Shoshmang. Bir daqiqa shoshmang. Iltimos. Hech kimga orzularingizni va umidlaringizni sindirishlariga yo'l qo'yib bermang. Bilaman, ba'zida inson juda xursand bo'lib ketganidan orzular va maqsadlari haqida aytgisi keladi. Yo'q, sabr qiling. Toki u ekkan niholingiz daraxt holiga kelmaguncha boshqalarga uni ko'rsatmang. Chunki siz aytayotgan insonlarning qalbida nima borligini siz bilmaysiz. Agar nihollarni sindirib oyoqqa turgan odamlar bo'lsa, ular siznikini ham sindirib qo'yishlari mumkin. Ularni yaxshisi daraxt holatiga olib kelgan insonlarga ayting. Toki ular sizga yordam berishadi. Aslo umidlaringizni himoyasiz qoldirmang. Ularni dovulli fikrlardan, negativ chang to'zonlardan shu qadar asrangki, toki qalbingiz huvillab qolmasin. Chunki qalbning quvvati bu orzular va umidlarda. Ularni esa asrash kerak. Do'stim,